Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı devamlaştırırız. Bugün çislağa 2021 yıl 2. ayının 24. günü. Endiki leksiyanın mavzusu mundaq hürmetli vatandaş. Devlet İşler Katibi Antony Blinken Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'den nutq so'zlab, bütün dünyada kişilik hukukni ilgari surishga va'da berdi. Mavzuli xabar 2. ayının 25. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Janva Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 47 davlat a'zoligidagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik Huquq Komitetidan nutq so'zlab, Washingtonning kishilik huquqni va dunyoviy qimmat qarashlarini ilgari suradiganligini bildirdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken aniq qilib mundaq ko'rsatdi. Washington kishilik huquq komitetining xizmatlariga qaytadan to'liq qatnashdi. U mundaq ko'rsatdi. Amerikaning ta'sirini kengaytirish uchun 2022 yildan 2024 yilgacha Kishilik Huquq Komitetiga o'rnini saylan bilan qo'lga keltirdi. Sobiq prezident Donald Trump 2018 yil 6 oyda Kishilik Huquq Komitetidan chekinib chiqdi. Prezident Joe Biden hukumati 2. ayning 8 kuni bu organga kuzat kuchi sifatida qaytib keldi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Rossiya hukumatining Alexey Navalnyni shartsiz, turmadan shartsiz darhol qo'yib berishini, yana boshqa qo'lga olingan Rossiya grajdanlarini turmadan qo'yib berishga chaqiriq qilamiz. Uyg'uristonda, Shinjongda yuz bergan va Hong Kongda negizlik erkinlikning buzg'unchilikqa uchrashi va dunyoviy qadr-qimmat uchun na'ra tortimiz, ya'ni qattiq gap qilamiz dedi. Bermada demokratiyaning chekinganligidan cho'chidiq deb ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mushu navbatlik komitet yig'in mezgili dunyoning har qaysi joylari diqqat qiladigan masalalar to'g'risidagi qarorni qo'llashga chaqiriq qildi. U mundaq ko'rsatdi: Suriya, Chavshan, Sri Lanka va Janubiy Sudan qatorli kishilik huquqni dafsanda qilish bilan sesnama porkatgan mas'uliyat surishti qilish kerak. Senator Jim Risch bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Kishilik huquq komiteti buzg'unchilikqa uchragan organ. Haqiqiy islohot elib borgandalar kishilik huquq komitetining qonunliq o'rnini asliga keltirgili bo'ladi. Prezident Joe Biden hukumati nihoyat tezlik bilan kishilik huquq komitetida islohot elib berishni qo'lga keltirish lozim. Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komitetining boshlig'i Michael McConnell Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Komitetiga qaytib kelganligini olqishladi. U mundaq dedi: bizning Kishilik Huquq Komitetining xizmatlariga qatnashishimiz komitet zo'r islohot elib berish ustiga qurilishi kerak. Bu organning Uyg'uristonda, Şinjan Uyghur Abnum rayonida Uyg'urlar qartilgan irqiy qirg'inchiligini tekshirishni qanot yoytirishga kapolat qilishimiz lozim. Davomini anglash, hurmatli vatandosh.